Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hürmetlik, izzetlik, aziz muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık qarandaşlarım. Bu adetten taşkırı, yosundan taşkırı, şundaqla gün tertipten taşkırı bir video. Bundaq bir narsa üçün vaqt israf qilib yurishimizning o'rni yo'q edi aslida. Ko'rib turayotganinglardek tema töhmetlarga oxirgi javob. Üstümdeki töhmetlarga ikki qatim ikki videoning boshlanishida javob bergandim. Videonun başlanışıda resmi temaga kirishdan burun töhmetlarga javob bergan. Töhmetxo'r dushmanni nazarda tutganda javob berishimning hojati yo'q edi. Chunki bundaq sharmanda dushmanlarni muhatap elish ular uchun obro'y qozondirdi. Men uchun üzümlik suyganlik bo'ladi. Bu töhmetlardagi mantiqsizlik azraqli aql ishlatilsa, o'z-o'zidan mezi cho'g'iladigan darajada tursa, yana nima javob desam bo'ladi. Ammo mening nadan xalqim har bildirlashning yengisiga ishonib ketaveradigan. Bugun ishonganning ta'tirisiga ati ishonib, uning ta'tirisiga uning atisi ishonib ketaveradigan darajada gol xalqimning, nadan, sada, ahmaq xalqimning meni xato tushunib qolmasligini nazarda tutib, bu vaqt isrofchiligini qilib o'tiribdiman. Boshqa videoda qo'shimcha javob berganimning sababimi bu töhmetchilarni suhbatdosh hisoblamaslik, yo'ldagi nijosatni tapkach o'tib ketish. Takkida yo'lning sirtiga tepib o'tib ketimizmi bir nijosatni yo'lga tutlash. Shu uslubni qo'llanganim edi. Lekin ko'p qarindoshlarim yuzlarcha videoning ichidan javob bo'lgan bu ikki videoni topolmabdi. Men o'zim ko'rsatib qo'yay desam, menmi topolmadim. Rostini desam, hammani boshdan anglab chiqish uchun oylar ketadigan bo'lg'achqa ayrim mavzuda burun deganlarimni yana bir qatim takrorlashni to'g'ri topdim. Mavzu maxsus bo'lg'achqa videoning mavzusi aniq bo'lganlikdan bundan keyin izlaganlarga tepishim oson bo'lar deganni nazarda tutdim. Qarindoshlar, bu videoni har qachon, har vaqt bir töhmetchiga o'xshash fitnani, o'xshash töhmetni takrorlagan birisiga uchrashgan vaqtinglarda bu videoning ulanmasini shunga avatib qo'ysanglar bo'ladi. Bu sizning men uchun qilib turadigan bir xizmatinglar bo'lib qolsin. Buning uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Endi asli temaga kelayli. Töhmetlarning o'tirib chiqishi mening Suriyadagi jihad o'yini haqida so'zlaganlarimga javoban Suriyaga odam yo'llayotgan dindorlar. Qanday dindorlar buni Alloh biladi. İslamchi azizlarimiz tarafidan bo'ldi. Tunji töhmet. Töhmetning qanday gunoh ekanligini bilmamdi bu islomchi azizlarimiz. Onun uchun men bu islomchini alohida urug'liq aytaman. Qarindoshlarim bu islomni masxar qilyapti deb o'ylab qolmanglar. Töhmet to'qigan islomchi azizlarimiz eng avval. Bu töhmetni ijod qilganlar, bazog'i solganlar islomchi azizlarimiz. Onun uchun buni shunday deyishga majburman.
mening Suriyadagi jannatga yo'l xati elish uchun uzun yo'llardan kelgan. Vatandagi o kadar düşmanni ko'magandek Suriyadan düşman izlab kelgan. Vatandan qochib chiqqan mashhur qochib chiquvchilar haqida deganlarimga qarshi mana biror ilmiy yoki islomiy javob berishga qurbi yetmaganlikdan ikki qo'lliq hujum qilishgan. Biri tuhmat, yana biri tahdid. Demekçi ki bizni non tepib yegini qo'y, bo'lmasa senimi rasvo qilamiz demekçi. Yani non tepib yeyotgan bir kasb bular uchun. İslamchi azizlarimiz tuhmatning gunoh bo'lganligini bilmabdi. Bilamdi ya bilmabdi. Buni qiziq bir muammo. Tuhmatlarga bir qatim javob berganimdan keyin tekrar qafasdan chiqib sorunni hali qizitishdi. Qotillikdan boshqa pul yeyib olishmi qo'shildi keyin. 2018-yili, ya'ni bultur iyulda Turkiyada konferans qilish uchun bordik. Ya'ni xalqning talabiga binoan xalq bilan savol javob qilish va xalqqa ba'zi siyosiy hukmlarni so'zlash uchun bordim. Va bundan xabaringiz Şu konferans uchun borganimda tuhmatchilarning to'pi bo'lgan islomchilardan bir bilik odam konferans zaliga kirib o'ltirishgan va ochmoq savollarni so'rash orqali jidal chiqarib majlisimizni buzishni ko'zlagan edi. Mening savollarga bergan javobim jidal boshlashlariga tez bo'p kelmagachga chorasiz qolgan edi. Yig'indan keyin salachilarning salasiga ma'qul deb o kuni bizning Ismoil Chingiz yuzturani so'zlashib bal qilishni kelishib ekanmish islomchilar bilan. Bo'lmasa mening shaxsiy hayotimga tahlika ular ekanmish islomchilardan. O kadar Xitoyning jasuslari, o kadar oshkora munofiqlar mig'ildab yurgan İstanbul'da İslamçılar meni o'ltirib yutarkanmish. Ağzımga eziyip olmasa. O'ltirdiganga uni dushman topolmayotibdi o'ada. Mana bu islomchilarimiz. Bu islomchilar bilan yuzturani so'zlashish uchun bir oshxonada sahar soat 3 gacha o'ltirib, o'tmishlik ishlarni so'rashdik. Söhbetge dahil bo'lgan islomchilardan biri Seyfullah adlı molla kishi. Yosh molla. Saqalni uzun qo'yib olgan bilan. Yana biri Mahamajim degan kishi edi. Bu kishining o'tmishlik fidokorliklariga doir hikoyalarni anglab, men bakma qoyil qolganim uchun bir ko'rishga tashna edim bu Mahamajimni. Teşnalıqımni mı qandırdı? Şundaqla qayıllıqımni mı vayra yetkizdi? Deyishlaricha, aşı 1998-yili Tomuzdagi qotillik yuz berganda bu kishilar Olmaotada bor ekan. Eng az deganda Mahamajim bor ekan. Menmi bormidim deb so'raganimda bu İslamçı azizlar mening Olmaotada emasligimni deyishdi. Ya'ni Olmaotada yo'q ekanligimni tasdiqladi. İtiraf qildi. Ya'ni mening qotillik yuz bergan shaharda emas, qotillik yuz bergan davlatdami yo'q ekanligimni biladi ekan. O'zim bo'lmay turibli qotillik qila oladigan sehrgarmidirman? Yoki mo'jiza yuz berganmidir? Depla. Unda bo'lsa,
bu qatillikqa qandaq sigimini chetib oldinglar degan savolimga ularning bergan javobi mening demokratchilar topida muhim bir shaxs ekanligimni. Undaq ekan, bu ishning menga maslahat qilinmay qolmaydiganligini va mening bu qotillik qaroriga maslahat bergan chog'imda bu qotillik qaroriga qo'shilganligimni faraz qilishibdi. Go'shini yeganmi o'g'ri, jundusni ichganmi o'g'ri formasida qarorga qo'shilish bilan qotillikqa jinoiy sherik bo'ptiman. Ama bu faraz. Chunki men qo'shilgan yerda u yo'q. Faraz qilibdi. Xo'sh, bu farazni isonlab tutib turinglar. Endi shu o'xshash islomchilarga shu so'rinning beshida suhbat asos temaga shung'ib iziga tushishdan burun taqdim bag'din so'zlashayotganda deyilgan bir ish ixtiyorsiz aqlga kechmay qolmaydi. Shu chaqda ularning erkin yapın degan bir faili majhul shaxsni ishlatayotganligi, bu shaxsni İstanbulda har kim jasus deb qaraydiganligi haqida deyilganda, muhtaram islomchilarimiz islom qonunlariga jiddiy amal qiladigan bo'lg'achqa darhol dalil bormi? Dalil bo'lsa biz cho'qim uni yo'qotib o'tamiz degan edi. Endi bu qo'sh o'lchamni ko'zdan kechirsak-la, islomchilarimizning sifatlari maydonga chiqadi. Mana töhmet qilishda farazga tayansimi bo'ladi. O'z sepidagi haliqi shaxs uchun jiddiy ma'noda dalil bo'lmasa bo'lmaydi. Bu erkin yapın degan shaxs bir ma'rif jamiyatining kiptik kirib edib, ularning ishlariga qarshi yurgan. Surgun hukumatga qistirilib, hukumat nomidan hujjat chiqarishga ketgan. Nerede 4 Uyg'ur to'plashsa, darhol shu yerga qistiriladigan turdagi aktiv kishi. Faaliyetçi. Kaçıp çıkış vakası başlangandan keyin Türkiye'ye kelgan qochoqlar bilan Türkiye saqchi taraf arasida Xitoy tarafga vakolatan moslashtiruvchilik, ya'ni koordinator vazifasini atqargan muhim shaxs. Paranglardan keyin tuhmatni bozorga solgan manba, shu islomchi manba, tuhmatchilar, ya'ni manba tuhmatchilar. Meselenin endi aydın bo'lganligini deyishdi. İtiraf, mening aloqamning yo'qligini itiraf qilgan bo'ldi. Keyin Facebookda tuhmatlarning oxirisiga Mamtun Nazarat, Abdumit Tursun va men uchaylarni qo'shib resim qilib, u resimning ustiga tuhmatning tekstini yozib chiqargan. Xabarlarida bordi. Bu manbalarning tuhmatlarning manbasi mana shu. Tuhmatlarning oxirisiga bir inkas sifatida ashkunki suhbatning xulosasini yozib qo'yishgan bo'lsa-mu, ammo tuhmat tekstini haligacha o'chirib etmadi. Endi sizlar bu tekstni o'zinglar ko'ranglar. Ana tepsida ko'rinib turayotgan bu ayığı görüngen resim mening resimim. Ma'lum videodan çekilgen resimim. Tegidikisi bu qarindoshlarimiz yoki islomchi azizlarimizning itirafı. Ash kuni kech soat, sahar soat yoki 3gacha o'tirib ko'ni-xamanni so'rashib, eng oxirida ve mening bununla aloqamning yo'qligini itiraf qilib yozgani bu. Bunu o'qib olinglar, qarindoshlarim. Bunu o'qib olinglar, biroz vaqt beray, andin davom qilaylik. Yoki men o'tirg'ich o'qib beray. Assalomu alaykum qarindoshlar. G'ulam Osman Efendi'nin pakligi o'tirg'i chiqdi. Bundan keyinni leyin deb yozibdi, sababli bo'lg'achqa fitni qilmanglar. Bizmi mushu yozmaga o'xshash anglab,
Akşam leksiyada şu hesapni so'ramiz deb tayyorlik qilgan. Bu ishlarni İsmail Dingiz anglab, bu ommaviy sorun, urush majra bo'lib qoladi. Men o'rinlashtiray deb leksiyadan keyin mehmon oshxonasiga o'rinlashtirib, ikki tarafdan 6 kishi suhbatga qatnashib, bu ishlar oydinlashdi. O 4 qarindishimizni Mamtimin Hazretning buyrug'i bilan Abdumit Tursun odam yollab shahid qilibdikan. U vaqtda G'ulom apandi u yerda yo'qkan, guvoch keltirdi. O Mamtimin Hazret G'ulom apandini o'ltirishga buyuribdikan, lekin o'ltirolmabdi. U 4 shahid qarindishimizning hisobini birinchi bo'lib G'ulom apandi Mamtimin Hazretdan so'rabdi. Bu ishlar mush shaklda, birodarlar. Şuna pakit bulmasa bunda ne qılmanla qıysanla özüdün sorusanla boludu. Mana şunda. Yani guvaç keltüdi degan gap bir az g'alat. Guvaçı özü. Aşağıda ottağan azizlarimiz özü guvochi, ya'ni mening u sorunda yo'q ekanligimni o'zlari e'tirof qilg'iliq. Biz yo'q ekanligini bilatdik. Taraz bilan bu tuhmatni qilganmiz. Alloh bizni kechirsin deb yozish kerak tuvaga. Shunda qildik qoida bo'yicha. Hali o'chirib etmadimmi? Hozirim bor u balki. Çünkü yeni töhmetler, yeni töhmetçilik faydalansın dedi. Bular hem de üzü tekrarlasa bek sert hem de bulara. Ama başkalarının faydalanışı için koyatkan gap. Yani keyin yani 5. gün çıkende lazım buludu. Tom kelgende yani yanılap getirip çıkışkı lazım demekçi olganda koyarlık. Töhmetning asosiy gavdasini saqlab qoldi. Balkim tushunish hosil qilingandan keyin yana bu tuhmatni ko'tarish o'zlariga sap turadigan bo'lsa-mu, boshqalar uchun yana manba roli o'ynab, tekrar bozorga selinib turilish uchun saqlab qolgan bo'lishi mumkin. Endi bu tuhmatdagi mantiqsizliklarga diqqat tortaman, qarindoshlar. Buningga guvoch ketmaylar, o'zidan o'zi bo'ladi buni. Töhmetçiler her kaçan 3 adamını birlikte sanap geldi. Bunu hermanlı bilirsiler. Mamtimin Hazret, Abdumit Tursun ve men. Töhmetçiler heylik için o, Mamtimin Hazret'ni baş cinayetçi, Abdumit Tursun'ni şirik cinayetçi dep qaraydı. Mening o'rnim her kaçan 3. qatorda. Allah şükürler olsun ki, yüzünü qelan qilib, meni birinci qilib olmadi. Belki bunun da bekrek çenip qilishini, hiç kimni ishontirolmay qilishini nazarda tutgan bo'lishim mumkin. Xo'sh, men bu tuhmatda tuhmatchilarning e'tirofiga asoslangandim-u, 3. shaxs. Ya'ni qonuniy atalg'i bilan atsak, ergashguchi jinoyatchi. Unda bo'lsa, xalq agar mantiqliq fikr qiladigan xalq bo'lganda, va mening xalqim shunday savol qo'yishi aqlli bo'ladi. Sizlar odam qaralashni maqsad qilmay, uvalchilikqa uchraganlarning haqqini da'vo qilayotgan adolatparvarlardan bo'lsanglar, nima uchun bosh jinoyatchi haqida, sherik jinoyatchi haqida hech nima demaysizlar-u, ergashguchiga buncha eslab olasizlar? Ko'rilyotadiki, maqsad haqq sohib chiqish emas. Adam qaralash. Kimni qaralashga ehtiyoji bo'lsa, shuni qaralasa bo'ladi. U qarg'ini bilmaymi qari? Bu haqq sohib chiqadigan bir niyat yo'q. Buni yana shuningdan ko'rib yetalaymiz. Xo'sh, e'tirofinglar bo'yicha mening ustimdagi shubha ko'tarilib ketdi. E'tirof qildinglar, yozdinglar, ana e'lon qildinglar. Nima uchun boshqa jinoyatchilar davomli surishti qilinmasdilar, delo yopilib qoldi? Xalq bu tuhmatchilardan mana shu savolni so'rash kerak. Agar ular haqq sohib chiqadigan bo'lsa, bu deloni davomli ko'tarish kerak. Aniqlab, men u
gumonliqlar tizimidan chiqib ketgan bo'lsam, bu yepilib qolmaslik kerak. Men bilanlar. Yanishkadan bu davom qilish kerak to'g'ri. Bu delo taki haqiqiy jinoyatchi tepilganga va xalq olam oldida rasvosi chiqqanga qadar, garchi biz jazolayolmasakmi, davom qilish kerak to'g'ri. Nima uchun yepilib qoldi bu delo? Xalq bu savolni so'rash kerak. Qarindoshlarim. Har qanday sotda, mayli u madaniy dunyoning qonunlari yoki shariat bo'lsin, baş jinoyatchi sherik jinoyatchi ustida da'vo ilib boradi va hukm chiqaradi. Ammo bu da'vochilarning da'vochidek ko'rinayotgan tuhmatxo'rlar ekanligi shunday oson dalillanadiki, ularning bosh va sherik jinoyatchilar bilan ishi yo'q. O'zlari 3-qatorda sanayotgan men bilan qilishadi. Chunki ehtiyoj haqiqatga yetish, jinoyatchi so'roqlash emas, ehtiyoj meni qaralash. Shunga bosh va sherik jinoyatchi bilan zadlik yo'q. Bu tuhmatlarning mezini tushish uchun shu voqeada shu atrofda bo'lganlardan bo'lishmi kerak emas. Xabardor shohidlardan bo'lishmi kerak emas. Qonuniy tartib, aqalli qonun tartibini tatbiq qilsak kifoya. Xulos shuki, qotillik yuz berganda men Qirg'izistonda, Bishkekda bir necha kun o'tgandan keyin bosh jinoyatchi deyilayotgan Mamtun Nasratning topshirig'i bilan Olmaotaga bordim. Mamtun Hazrat menga voqeani tamoman burmalab anglatgan bo'lib, bir necha bangvash yoki lukchekning 200 ming dollarini elib qochib, yo'shirni olganligini degan. Va mening Bishkekdan qanchalik odamim bo'lsa, hammani elib berishimni buyurgan. Nima uchun bunday jiq odam olib berganligimni keyin bildim. Ablimit Tursun asosan yolg'iz qolganlik uchun uni qo'rqmasin deb jiq odamni yeniga yondirmoqchi ekandik, ahvoldan qaraganda. Ammo men bu vaqtni tushunmabdiman. Men masala qilish uchun bir to'p odam boshlab berishning yaxshi bo'lmaydiganligi va meningmi bir tarafdor emas, zilloligimni isbot qilish uchun yolg'iz boradiganligimni dedim. Ya'ni bir hamroh bilan mashina haydaydigan. Birla hamroh bilan bordi. O'lguvchilardan birining inisi bo'lmish yoshiga telefonda ko'rishishni talab qildim. Ko'rishishga unumidi emas, og'zini buzdi. Qahramon. Mana qildi qahramonlikni. Mening aniqlash edib berishimga moslashmadi. Ma'lum bo'lgan ahvollardan bilinigini shu. Qotillik Ablimit Tursunning uyida bo'lgan. Yigitlar vahshiyani parchalangan. Chunki xaltlarga selib bozor xaltisilarga. Ashunda chiqib ahlet hukmidigan gap. Butun surk odamni binodan qanday ko'tarib chiqadi? Parchalangan gap. Shunga tamlag'i qancha chiroq. O'qituvchi taraf bu uyga kelganda uy uchoq, ang'irqay. Ablimit Tursun ko'chib chiqib ketgan. Tamga chaplangan qog'ozlarning birisli O'rta-Osiyoda tamning hamma yeriga bir xil sus gullik qog'oz chaplaydi. Bu qog'ozlarning osti taraf zadaval shakllik. Osti taraf suyutilgan. Ba'zi yerlari ustiningmi bunda jumlaq uya suyutilgan. Har qanday aql buni faraz qila olaydiki, qancha chirgan. Uy egasiga taalluq bo'lgan bir parcha palas yo'q. Palasmi, koni, gilammi, aytavr bir şey. Buni faraz qila olaymizki, uningda miliqida qon yuqib bo'lganligi uchun uni u holda bir jinoiy paketni u holda qoldirib ketanmagan. Uni elib ketgan.
Munchidagi vannada bir jaynamaz tashlag'liq bo'lib, ustiga suv tushirib qo'yilgan, jumak ichib qo'yilgan. Jaynamazning oxirisidan chiqqan suv qizil rangga o'zgarib chiqib kirib ketyapti-da. Parçalab bozorlik xaltalarga selinib, axlatga tashlangan jasadlarni itlar tatalab echib, Do'stlik mahallasining axaltidan tepilgan Durujba mahallasining. Ben O'rta Osiyodan ayrilgandan tartib bu da'voning aqsida. Töhmetçilerge o'xshash birisini qaralash uchun emas. Uval qilinganlarning haqqi uchun. Kitaplarımda mı tilga aldım bunu? Yani birden bir to'g'ri shaklda da'vo qilayotgan men. Anlasam o'lgüchilardan birisining inisi bo'lgan yigit, heliqi meni telefonda tillagan qahramon yigit, Ablamitni ko'ga yerda o'ltiraman, so'yaman deb laf etib yuribdi ekan. Keyin birisi qani rasmikina bir so'yab baqsin deb buni Ablamitning oldiga boshlab kelib qo'yibdi ekan. Agar anlaganlarim rost bo'lsa, shartlik bu. Agar bu yolg'on bo'lsa, albatta meni kechirgin. Anlaganlarim rost bo'lsa, bu lamzalla Ablamitning oldida tizilinib, sizni xato tushunib qoptiman deb kechirim so'rabdi. Lekin bugungacha mening akam o'ltirilganlarning hech birisi ya ukam emas. Bugungacha men bu da'voni unutqili unumay tirkishyapman. Inisi o'g'aydan unutib qilib apu so'rayotgan bilan men taxa apu so'raganim yo'q. Men tirkishyapman. Oxirida kelib dushmanlar buni menga atishga urinishi mening uchun nurg'un ma'noga ega. Aqli beshida insonlarga xili ko'p narsani tushundirdi. Bu da'vo faraz qilinganidek islomchi azizlarimiz tarafidan ta'minlangan manbani asos qilib, o'xshamagan kishilarga meni qaralash lozim bo'lsa, tekrar bozorga selinyapti. Qiziq yeri shuki, yanada bosh jinoyatchilarga sot yo'q. Buningga aqli ishlab, "Hey, mazkakalar, sen qanday da'vogar? Da'vo deganda bosh jinoyatchini azdimmamdi?" deb so'rayotgan Uyg'urni bek az. Ahvolimiz shunchalik, qarindoshlarim. Ahvolimiz shunchalik. Ash tuhmatni, ash mazpayni gapni qilgan odamning o'zigilla digili bo'ladigan bir muncha gap bor, agar aqlingli joyida bo'lsa. Ve go'y, sen bosh jinoyatchini nimish qitilganmaysan? Deysilli bo'ladigan ish. Ammo vujudimizdagi qitg'orliq bir odamning tushishiga, obro'ysizlantirilishiga bo'lgan herismanlik, bu temini keyin yana so'zlayman. Keyingi temi shu. Bu herismanlik, bu ichimizdagi qitg'orliq, yomon tarafga moyillik bizning aqlimizning ustiga minib olganligi uchun anda savol so'rash aqlimizga kelmaydi hech qaysimizning. Ashuni qo'shilib ketishga aran turamizda. Anda kelmasmidi? Xo'sh, endi iqtisodiy masalaga kelsak. Iqtisodiy masalaga. Nayta aqalli bir ish va hamma Uyg'ur bilalaydigan bir ish bu. 3 tijoratchi yo'lga chiqsa, birisini xarajatga mas'ul qiladigan ish bor. Keyin chachadi uni o'zlari. Islomdami hadisda 3 odam safarga chiqsa, birisi bosh bo'lsin deyilgan. Shunaqda? Xo'sh, har qanday bir tashkilotda, har qanday bir to'pda pulni bir odam tutadi. Buni bilisizlar-ku deyman. Buni deb o'tirishmi ketmaydi. Bir to'pning ichida pulni bir odam tutadi. Pul tutgan odamning yevilish fursati bo'ladi. Agar niyatini buzib qolsa. U holda
Mening pul tutganligimga oid dalil bormi? Guvochi bormi? Ayni vaqtda üç davlatda ayrim boshqaruvchi va ayrim moliya bo'lgan. O'zbekistonda bir pul tutgan, men sho'dijonlik qilgan vaqtda boshlanishida. Qirg'izistonda bir kishi pul tutgan. Qozog'istondami bir kishi pul tutgan. Qirg'izistonda bir mas'ul, Qozog'istonda bir mas'ul kishi bor. Keyin men bu Mehmet'im nazaretki bek yakmay ketkenligim, daimla meni yaman ko'radiganligi, men bilan muomala qilishdan doim yüzünü qochirib, mana deydigan gapni bevosita telefon qilmay, boshqa mening askarlarimga telefon qilib, ular orqali deyishlardan ichim pushib ketganlikdan, voy, mushu endi menga o'shib ketgan bo'lsa, ala mening bunday ishlar bilan azaldan xo'sham yo'q. Sho'dijonliklar bilan. İstifa verdim. O'zbekistonning mas'ulligidan istifa verdim. Ala chekanga tan, men askar bo'lsam bo'ladi deb. Shuning bilan gulqaqalar ochilib ketdi. Xo'sh. Kim bo'ldi mas'ul? Muhammad Salih deydigan bir yolg'on soqol birisi mas'ul bo'ldi. O mas'ul bo'lish bilan tangla iqtisodni o'zim tutaman deb uni o'tkazib oldi. Pul tutadigandan, mendan emas. Ma'ni bilib qolinglar. Bu Muhammad Salih hozir Amerikada Washington, Seattle'da yashaydi. Buni nima deb qo'yay? Qo'rqinchim bo'lmaganlik uchun mana bunda dalayman. Tamning aqsiga yutib elib adam tilni hisob emas, o'g'il boladek o'tirib chiqib deyalisi bo'ladi ne? Oxirisida O'zbekistonga tava qilgan pul va boshqa narsalarning hisobini Muhammad Salihdan so'rasanglar bo'ldi. Pulning hisobini oladigan bo'lgan bo'lsanglar. Menimcha bu hisob elish emas, qarlash uchun deyilyapti. O'g'il bola bo'lsang hisob ola ana. Men deppadim. Ammo men hech qachon pul tutib bakmadım. Hech qachon. Mana hozir Abdumit Tursun hayot. Qani hali da'vochilar? Ras da'vochi bo'lsanglar, haqqi yetmoqchi bo'lsanglar, Abdumitdan so'ranglar. O'tirib chiqib guvohlik berib taqsin. Bugun men uning haqida yaxshi gap qilmayapman-ku mana. Cho'qim menga chapay yapmaydiganligini ishinsizlar. Hatta ba'zi biroz menga ortiq turib gap qiladiganligini ishinsizlar. Mana shunda avvalda turib so'ranglar, meni pul tutgan Dələmdiki, deyəmməmdiki anlap baxanlar. Məhəmtimin Həzrət oturuq çıxıb dep baxsın, Ummu Hayat, gerçi Ropaş otundek cemaatiki görünmey, qarangıda yaşaydıgan bolsumu, yanıla Hayat ölgenlik doğrusu xəbər görmedik oturda. Şunun qaraganda Hayat oxşaydı dep bilimiz. Oturuq çıxıb dep baxsın. Mana pul tutadigan vazifa berip baqıpdikanmi? Bütün müşaheket jarayonida deb baxsin. Hatta şu çağlarda basmadan chiqqan O'rta Osiyoga yetib borgan mening tunji chet eldagi tunji kitobim Jannatning ochqichi basmaqini o'zim el qilib $4200 bilan Mehmet'in nazaretga berdim. Türkiye'ye apırıp bastırışka. $200'ını kompüterga eliş hakkı üçün, $4000 basmak üçün. Keyin onun yerimidin azraqını beripti basmaga pulning qag'inni Mehmet'in nazaret yigilik. Men bergen pulni. Kitap kelganda g'oyat yaxshi baholarda setildi. Chunki u zamonda xalq ajoyib hayajonga kelgan bo'lg'achqa, vatanparvarlik qaynab ketgan Uyg'urlarimiz kitobni 10 so'mga oldi, 100 so'mga oldi. Dastlab tushgan 1000 so'mlik pulni ko'tarib kelib, Ubul Qosim qori menga tanlagan edi.
kitap mening bo'lganligi uchun buni mening haqqim hisobida mana Ekkeppada bozorda sotildi kitap. Uyg'urlarning bozorida. Ekkeppaga ketdi. Men nima dedim? Men kitapni xalq uchun yozdim. Pulimi xalqqa mansub dedim. Uning setilgan pullarimi topning puliga qetib etildi. Men yemidimla emas, yegizdim. Bazı yurttaş ticaretçiler bana pul tanlaganda, yani inqilobga iyoni sifatida bana pul tanlaganda, men ularga Obul Qosim Qarni ko'rsatib qo'ydim. Pulni ash adam tutadi, shuningga beringlar. Ular boshqasiga ko'ringisi yo'qligini, menga ishonadiganligini, shuni menga bersa, men opirib tegishli odamga topshirsam bo'ladiganligini deb turibasimi, men unimadim. Nima shu unimadim? Chunki men xalqimni bek yaxshi tushunaman. Ajoyib tushunaman men o'zimning xalqim. U menga berganligini biladi. Shundaqmi? Men opirib berdimmi, yo o'zimning yanchig'ini selib oldimmi? Uning ko'nglida cho'qim g'um qoladi. Ashu g'ummi qolmasin deb olmadim. Sen menga ishonganing bilan men sana ishonmayman dedim. Sen pulni menga berganingni bilasan. Opirib berdimmi yo'q jazm qilolmaysan. Kunlarning birida sen hargizmi inqilobga deb Obul Qosim Qariga manchi pul bergan demaysan. Menga bergandikan menga berganingni deysan. Şuna en yaxşısı men seni başlap baray, sen öz qo'ling bilan ber deb başlap bargan chaqlarim bo'ldi. Nima uchun? Xalqimni men bek tushunaman. Hammanglardan bek tushunaman men xalqimni. Pul tufayli inson eng oson qarinib ketadi. Şuna mening eng uzoq turg'unim pul. Şuna qarindoshlar bu tuhmatlarga ishonishdan burun kichikgina mantiq yurgizinglar. Aql ishiltinglar. Pul tutup bakmagan bir adam qaysi pulni yeyip alıdı? Sizler hakikaten mi xalqning puliga ega chiqmoqchi bo'lsanglar, Memtini Nazireddin, Abdulhamid Tursundan hisob so'rasanglar bo'ladi. Haliqi Muhammad Salih degan yolg'on soqoldan so'rasanglar bo'ladi. Almatining hisobida oxirida qolgan pul $200,000 kammish. Bu pul Memtini Naziretga topshirilibdi ekan. Pulni topshiruvchi Habibullah Qarim. Ishonamanki, hozirmi hayot dunyoning naridadir bir yerda yashayotdi. Alloh rizosi uchun o'tirib chiqib, haqiqiy ahvolni xalqqa deb qo'yish kerak. Xo'sh, yana pul surishti qiladiganlar uchun shu an Turkiyada yashayotgan Abdullah Qari bir nishon bo'la oladi. Abdullah Şeytan, Abdullah Taxey, Abdullah Hanga degandek sharafli nomlarni olgan bu kishi Yakan soqchi idorasi 1-bo'limning soqchisi. Davud Ahmad yoki Hamid Davudmi? Ning balasi. O'zi Pokistonda din o'qigan damolla. Qo'lida fatvo berishga huquqliq deydigan diplomi varmış. Üzüşündə degan shu O'rta Osiyodik chaqildi. Men fatvo beradigan salohiyatim bor. Qo'limda Pokistonning shu huquqliq organi tarafidan berilgan diniy fatvo beradigan salohiyatimni ko'rsatadigan belgam bor degan. Bir soqchining bolasi o'ylab taqanglar. Bir soqchining bolasi qanday ahvolda din o'qishi mumkin? O'ylanglar qarindoshlar. Kichkina prinsipal bo'layli, prinsipchan bo'layli bu da'vo uchun. Soqchining bolasi agar dinda o'qisa, kichik dilda dinda o'qisa, fanniy maktabda o'qimay. Buni bilib qolsa, u soqchi xizmatdan haydaladi qarindoshlar. Bunu bilmemsizler, bunu çokum tasavvur qila olaysizlar buni. Bunun bunda dinda o'qiganligi demak bir qo'lliq Xitoy kompartiyasi o'zi buni dinda o'qitgan. Uni dinda tarbiyalab, diniy sapga solgan bir jasus. Uning uchun uning ruxsat u.
Planlıq oqtubatqanның birisi. Onun qolida axırda qalğan pulunun sanını 600 ming dollar deydigan mölçərlər var. O keyinki çağlarda bir top adam bilan baylarni tutib ketib, Xitoy bayrog'iga dast tutib turib, rasmini tortib, pul vermasang mushu rasmni Xitoyga vatib beramiz deb qo'rqitib pul oladigan bir mafiya turib tashkil qilgan. Nurg'un pul to'plagan shu vaqtda. Mesele onun toplagan pulu emas, qarindoshlar. Yani bunu mu deb qo'yay? Belki xalq bilan inqilobchilar orasiga adovat berish planining ijrosi bu. İnqilobchilarni xalqqa nafrat bilan ko'rsatish, nafratlik ko'rsatish, bulanch ko'rsatish. Shuning bilan inqilobni mablag'siz qoldirish. Bu Xitoyning shum planining birisi. Xuddi shunday ishni Abdulhamid Tursun Olmaotada qilgan. Yerlik uruslardan tashkillangan bir mafiya atirti bilan birlashib, Abdulhamid puli va baylarni ko'rsatib berdigan Rus mafiya uni tutib ketib, go'rib oladigan, andan pulni kelishilgan nisbat bilan bo'lishadigan ishlarni qilgan. Haq sahib chiqishib olsanglar, mana bular haqida izlaninglar. Ey tuhmatchi azizlar. Qani o'yliq islomchilar, surishti qilinglar, hey nomussiz tuhmatchilar. Mana buni surishti qilinglar. Yana bir nuqtaga diqqatinglarni alohida tortaman. Keyingi chaqlarda surgun dokumentdan qo'g'lab chiqarilgan munofiq Ismoil Chingizmo Facebook'dagi bildirlashlarida nurg'un nomussiz to'qilmalarni yo'tig'i urib ishlab chiqarib so'zlagandan boshqa mening qotilligimni tilgan. Mening qotilligimni, qotillik. Heliq İstanbul'da səhər saat 3-gacha davom qilgan söhbətni uyushtirgan İsmoil, mush İsmoil shu. Ash tuhmatning dastlabki to'qimchisi bo'lgan islomchilar voqeaga aloqamning yo'qligini e'tirof qilgan yerda bora turib, tuhmatning tukirib tashlanganligini bilib turib, hech nomus qilmasdan bu tuhmatni qayta bozorga soldi. Tukirib o'tilgan tukiribni qayta ig'izga oldi. Bunu mu o'ylanib baqsanglar, nurg'un ma'no topa oladiganliginglarga ishonaman. Undan keyin shu birinchi manbani foydalanish materiali qilgan tuhmatxo'rlar zaman bu tuhmatni takror bozorga solishni davom qilib kelmoqda. Tuhmatning tunji ijodchilari bo'lgan islomchilarimizning bu tuhmatni to'rdan o'chirib etmasligining sababi boshqalarga davomli manba roli o'ynash uchun bo'lsa kerak. Hatta qaralashga tegishlik yeni nishonlar bo'lganda, bu qotillikda ayblaydiganga shu yeni ismlarni qo'shib yengilab turyapti. Xalqim. Ey mening aziz xalqim, buqini bo'g'oz qiladigan xalqim. Kichkina aql ishlatishinglarni, mantiqiy yurgizishinglarni, dushmanning depiga usul o'ynamasliklarini so'rayman. Tuhmatxo'r munofiqlarga deydigini. Bu tuhmat asli manbasida tukirib tashlangan. Ey munofiqlar, tukiritilgan tukiribni takror og'zinglarga ilayversanglar, og'zinglarninglar qarayki chaqlab, u baribir paskina, baribir u pak emas. Ammo xalqning vaqtini olmanglar. Xo'sh, oxirida shuni aqlinglarga kelishi mumkin balki. Mening bu javobimdan keyin tuhmatxo'rlar jimiqamdi. Hech jimiqmaydi. Bunu mu esinglar tutinglar, qarindoshlarim? Chunki ularning izlayotgani haqiqat bo'lgan bo'lsa, bu aniqlamalarni anglagandan keyin, ishning asli mandakin emasmi? Qo'yinglar buni deydi. Ularning aniqlayotgani haqiqat emas. Yetmoqchi bo'lgani haq emas. Ularning maqsadi qaralash. Qaralash, obro'sizlantirish, xalqning nazaridan tushirish. Bu Xitoyning projesi bu. Buni da'vatganlar Xitoyning odamlari. Xitoyning topshiriqini o'rinlash kerak bu. Mening bu javobim bilan uning og'zi itilib qolmaydi. Buning cho'qim ishinglar. Yana takrorlaydi. Yana takrorlaganlarga agar sizlar mening qo'llag'uchilarim bo'lsanglar va bu mening degan deganlarimga javobimga qanoatlangan bo'lsanglar,
Ularning javobini endi sizlar beringlar. Bu mening oxirgi javobim, endi bu töhmetlerge avara olab javob berip o'tdamayman. Allah'a emanet, hemmenlarni Allah salamet kılsın. Hayır hoş.